Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Zoroda qilgan ishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Tomni ochib yopib tekizladik. Devorga fasadniy plitka yopishtirdik. Fasadniy plitkamiz miramir, shoplari mokriy. Sokol tomonimiz traventin deb nomlanar ekan. Tunuka fonlarini qildik mana. Yangi stilda. Karnizlari o'zgacha, navoli. Qalinligi 0.4 tunuka. Orqa karnizlarimiz mokriy. Mana sokollarimiz 20lik. Bu yog'i mokriy rang. U laklanadi. Laklansa bundan ham go'zal holatga keladi. Sokol usti tunuka bor. Yomg'ir, qor o'tmaydi. O'tgan chog'ida ham bu fasadniy plitaga ancha-muncha narsa ta'sir qilmaydi. Mana chekkasiga ham bir qator sokolni g'ishidan terib chiqqanmiz. Karnizga dovir. Patologik karnizga dovir. Mana bu yerlar laklanadi. Laklanganda hammasi bir xil bo'lib ketadi toshlar. Mana choklari ham tekis kelgan, xudo xolasa.